Assalamualaikum, mening ismim Tumaris. Do'stim Nadira meni kitob o'qish faoliyatiga taklif qildi. Shunga men Qur'onning Siri degan kitobni bir parcha o'qib beraman. Tarixdagi Qur'on va kelgusidagi Qur'on. 20-asrning tunji yili yo'qolib ketganga 1000 yildan oshgan qadimiy shahar Qur'onning bayqilishi dunyoni hayron qoldirdi. Qur'onning tepilib dunyoda mundaq zilzila qo'zg'ashida Qur'onliklarning avlodi Lopluq Uyg'ur yigit O'rdak va Shvetsiyalik Sevin Yidinning turkisi zo'r bo'ldi. Mana aradan 100 yil o'tibdi. Hozirgi Qur'on avlodi ilgari yurtida ana shundaq bir qadimiy shahar bo'lganligini bilsimi, lekin bu to'g'risidagi tarixni tafsili bildiganlari nəhayət az. Öz tarixini bilməslik, öz ata-anasını tanımağanğa baravar. Mən bu vaxtda kitap oxuş fəaliyyətində Azadcanı təklif qılma. Bunu apam təklif qıla deydi.